Parij futbol klubi yulduzi Ashraf Hakimining sobiq xotini mashhur bo'lgach, ajrashish haqida ariza berdi va undan millionlab yevrolik mol-mulkning yarmini undirmoqchi bo'ldi. Uning advokatlari futbolchidan iloji boricha ko'proq mulkni undirish uchun astoydil harakat qilishdi. Lekin kutilmagan holat yuz berdi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ma'lum bo'lishicha, futbolchining nomida qonuniy jihatdan deyarli hech narsa yo'q ekan. Barcha mol-mulkini eng ishonchli insoni onasi nomiga rasmiylashtirar ekan. Bundan tashqari, uning deyarli barcha maoshi ham onasining hisobiga tushadi. Hakimi qachon mulk sotib olmoqchi yoki qimmatbaho xarid qilmoqchi bo'lsa, onasiga murojaat qiladi va u hamma narsani o'z nomiga rasmiylashtiradi. Mana shunday qilib, Ashraf Hakimi o'zining vijdonsiz xotinini yengib chiqdi. Sizningcha u to'g'ri ish qildimi? Fikrlaringizni izoh qismida yozing.